Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Bugungi videomizda Instagram tarmog'iga tekin naqd ko'rishni o'rganamiz. Kuniga cheksiz mingtadan ko'p jonli obunachi bo'lishingiz mumkin. Instagramga naqdga urish oldin mana shu funksiyani o'chirib qo'yishingiz kerak Instagramda. 3 ta tugma, keyin follow deb yozamiz. Mana shu tugmani o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz bu tugmani o'chirdik va boshlaymiz. Bitta brauzerga kiramiz. Mana bir takitsi oldindan qidirganman. Birinchi chiqqan saytga kiramiz. Xo'p, hozir sizlarga men akkauntimdan chiqib ko'rsataman noldan. Girish. Bu yerga любой bitta Instagram akkaunt kiritamiz. Instagram parolni yashirinmay qolishlar chopib olinglar. Girish yap. Mana kirdi. Biz bu yerda 245 followers turibdi, o'shani bosamiz. Bu yerga endi foydalanuvchi nomini qidiramiz. Bo'ldi, yozildi. Mana topildi. Bizga 40 ta nakordga berilgan ekan. O'shani bosamiz. Bu yerda biroz vaqt olishi mumkin. Men videoni to'xtatib turaman. Mana do'stlar, vaqtimiz ham tugab qoldi. Bajarilgandan so'ng mana shunday buyruq chiqadi. Instagramga kirib ko'ramiz. Mana Instagramga 100% mana kelgan. Hozir 3 minut oldin 3 minut yangidamiz. Kirib ko'ramiz. Mana 0 bo'lib turganda 27 ta podpischik ketdi. Har 5 minutda kirib podpiska olsalar bo'ladi nakordga. Hammaga omad.